O'zbekistonda 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Bu jarayon Kimdir menga bu nima ekanligini tushuntirib beradimi? Salom bolajonlar. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bu aholi soni, oilaviy ahvoli, dehqonchilik va chorvachiliklarni aniqlash maqsadida ro'yxatga olinadi. Buning natijasida bolalar bog'chalari, maktablar, shifoxonalar, oromgohlar va sport maydonchalari qurilishi rejalashtiriladi. Onlayn ro'yxatdan o'tish census.stat.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Ro'yxatdan o'tish haqida ota-onangiz va yaqinlaringizni albatta xabardor qiling. Ularning ishtiroki kelajagingiz uchun muhim. Milliy statistika qo'mitasi